И пациенткаga сразу biopsiya olinadi. Biopsiyadan olingan material gistologический analiz qilinadi. Gistologiyada уже atipiya bilan keladi, ya'ni zlokачественный protsess. Patsientni birinchi marta onkologga jo'natishadi, operatsiya bo'ladi, yarim doli щитовидной железani ovorishadi, qalqonsimon bezni. Vaqt o'tadi, лучевая нагрузка bo'ladi, но, к сожалению, 6 oydan keyin yana retsidiv beradi, yana повторная операция. Полностью щитовидная железа удаление bo'ladi, плюс limfouzillar bilan birga. Химиотерапия, лучевая терапия, йодотерапия в Турции. 2024-yil oxirigacha umuman homiladorlik haqida даже rechi bo'lmagan. 2024-yil oxirida homiladorlikka harakat, plan, alhamdulillah homiladorlik yuzaga keldi. Mana 9 oy 39 nedelda o'zlari естественным путем sog'lom qizchani